Ko'chatlarni ekish jarayonida suv quyilgandan keyin albatta tuproq bilan yaxshilab siqib qo'ying tepa tomonini, tuproqni yuzasini, sababi havo kirib qolmasligi kerak. Mana shu holda ekiladi. Agar bizni tajribamiz orqali bir dehqonlarga foydamiz tegsa, respublikamizning qaysidir joylari bizni tajribamiz orqali obod bo'lsa, biz bundan juda xursand bo'lamiz. Mana biz hech qanaqa sirni yashirmaymiz. Mana dehqonlar uchun maxsus tayyorlandi bu video. Ko'pchilik do'stlarimiz iltimoslariga binoan mana shu holda archalarni ekish mumkin. Biz oralarini yaqinroq qilamiz, sababi bizga tuproq ko'mi kerak emas, bu chet davlatlarga ketadi. Shuni hisobiga biz yamalarni yaqinroq holatda tayyorladik. Sizlar 20, 25 yoki 30 gacha tayyorlashlaringiz mumkin. Mana shu holda. Xudo xolasa keyingi sirlarni ham aytib o'tamiz sizlar uchun.